Assalomu alaykum, inovatga vodiylik kuzatuvchilari. Xudo xolasa yana 3 ta katta mashinalarni olib kelib qo'yganmiz. Birinchisi Lexus, Toyota Haval H9. Xudo xolasa uchalasi ham bir-biridan go'zal mashinalar. Esinglarda bo'lsa, xuddi shu yerda Toyota Prado'larni ham qo'yganmiz, 150 taliklari. Xudo xolasa bularni ham chiroyli narxlarda qilib berib olamiz. Lexusdan boshlasak, 2015-yil, 2015 ga 16 oldilari restayinglar bo'lgan. Pnevma podveskalarda 4 ta yangi yumshoq balonlarda olgan odam, lekin xudo xolasa maza qilib haydaydi. Yuklari bor. 360 gradus kamera, polniy shumka bo'lgan mashina. Qiziq tomoni, olgan odam lekin haqiqatdan maza qiladi. Rollarigacha restayinglar bo'lgan. Patollar o'z zavodskoy qora. Hop, pnevmalar pastga tushirib chiqadiganlar. Sidina pamitlarigacha bor. Eng qiziq tomoni, rollarigacha elektronli bo'ladi. Hozir yurgizib ham ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Motorning ovozi ham bilasizlar, vobshe dahshat bo'ladi bularda. Aytib o'tganimizdek, rollarigacha mana elektronli bo'ladi. Pnevmalarni ko'tarish bo'lsa, mendan ko'tariladi. Ikkita tepaga bossak, ko'tarilyapti hozir xudo xolasa. Ko'rsatib ham o'tamiz. O'zi bilgan odam o'zi bo'ladi bu mashinalarda, xudo xolasa. Ko'tarilyapti. Motorlarni ham ko'rsatamiz. Oldi faralari ham juda ham chiroyli yonadi. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Lexus'ga baribir ancha chiroyli chiqqan dizayni ham. Yili sal yangirog'i bo'lsa, bilasizlar, 50 mingning tepasida bo'lib ketadi bu mashinalar. Motorini qaranglar, kattaligini. 4.6 motor soatga o'xshab ishlayapti. Juda ham chotki holatda. Kraskalari ham toza, xudo xolasa. Yili yangisini qo'yganmiz, oxirida esinglarda bo'lsa 2019-ni 50 ming tepasida sotganmiz, 3 yil farqiga. Pnevmalari mana ancha ko'tariladi, ahamiyat berib qo'yasizlar. Eng full 4.6 motorda ham paysalari ko'p bo'ladi. Probegi 150 bo'pti. Bu degani endi motori obkatkadan chiqqan degani. Bilasizlar, bularga probeg emas. Qiziq tomoni, mashinani tayyor, davodchilari ham bor. Portvolari 4 teshikli davodchilar hammasida bor. Zo'r ishlayapti bular ham. Orqalarida bo'lsa, monitorlari, orqalarida ham anaqa klimatlari bo'ladi. Orqalari ham qiziydi, soviydi. Olgan odam aytganimizdek, xudo xolasa maza qilib haydaydi. Toyota bilan pashti temma-teng ham turibdi. Qiziq tomoni, orqalari ham davodchida ochiladi o'zi. Bunga ham bilasizlar, ancha pul sarflangan, mehr berib haydalgan mashina. O'zi qo'lda ochiladi, rusnoy. Plastmassa holatlari ham silinib, qirilib ketmagan. Tog'larga chiqqanda bo'lsa, 220 mana razvedkalari ham bor. Ishlaydi. 3 qator oilaviy, 3-qatori ham ancha katta bo'ladi. Orqalari bo'lsa, aytib o'tganimizdek, o'zi yana elektronli yopiladi. Hammasi ham bunaqa emas, qilingan. 2015 150 ming yurgan, kraskalari toza, hamma yo'g'i davodchilar qilingan, polniy shumka bo'lgan. 4.6 motorligidan aytib o'tganimizdek, balonlari ham yangi holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, 44500 dollar qilib beramiz, xudo xolasa. Yoqib qo'yilgan tayyor, lyuklari bor, 360 kamera, kerakli ishlari hammasi bo'lgan. Mashinani kelib ko'rsanglar ham yonib turibdi. 150 talikni puliga ozgina qo'shsanglar, xudo xolasa keladi. Ancha qimmat qo'yishib olyapti 150 taliklarni ham. Yana bittasi bo'lsa, Toyota 200 ga bo'ladi. Klient ko'p, 300 talikdan ham 200 ga klient ko'proq bo'ladi. Nimaga desanglar, oldi ancha chiroyli chiqqan. Ko'pchilik yana bu mashinalarni qo'yganimdan keyin, Toyotani ham qo'yganimizdan keyin Xitoy mashinalariga solishtiryapti ko'pchilik. Bular BYD, Li bunaqa solishtiradigan mashina emas, o'zi bilgan odam o'zi biladi. Xo'p, Toyotamiz 360lari bor. 4 litr motorda ham eng fulli oddiy paysalar bo'ladi, bilasizlar. Diskalari ham qo'yilgan, xromli, juda ham go'zal turibdi. 4 ta yangi mana chiroyli balonlarda. Qiziq tomoni, oldi qismi polniy, tomigacha broni plonkada. 360lari ham tayyor, buni ham olgan odam maza qiladi. Salonni holatiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Salonlari polniy laminatsiyada.
Toyotaga qiziqadigan odam o'zi saksayonasidan biladi mashinaning holatini. Chotki, xudo xolasa, lyuklari kattaroq bo'ladi buni Lexusga qaraganda. Yog'och elementlarda, rollari ham, yog'ochlari ham bilasizlar, original bo'ladi. Olgan odam, o'zi mingan odam biladi. Polilarigacha mana Toyota'niki o'ziniki qo'yilgan. Monitorlar ham qo'yilgan, mana qimmat soatlar. 4 ta balon privodlarni qo'shadiganlari. Olgan odam maza qiladi. 4 litr motorni fuli. Nimaga unaqa deyapman desam, xudo xolasa monitorlari ham zavodskoy. Chotki, xudo xolasa, olgan odam maza qilib haydaydi. Urinib ketmagan, bitta mo'ka qildik, olib kirdik. Egasi juda injiq haydagan ekan, ahamiyat berib qo'yasizlar. Chexollarni ham zo'ridan qildiribdi, ko'zaligidan. Qarini ichida bilasizlar, xonadonliklari bo'ladi. Yonib turibdi bu ham, o'zi kelib ko'rsanglar ham holati aytadi mashinani bittada. Qiziq tomoni orqalari elektronli ochiladi buni ham. V6 tog'larga borganda shuni bitta tushirsanglar, bemalol odam ko'taradi shu narsasi. Zo'r ishlagan shu joylariga. 3-qatorlari ham ancha katta bo'ladi. Yoshi katta odam bemalol ketsa bo'ladi. Shunday knopkani bosganda signallar yonboshga bo'ladi. 200 ga qiziqadigan odam o'zi biladi. Bularda endi bilasizlar, yil muhim emas, probey muhim emas, sostoyani muhim, yurishlari, tortishlari. Yonib turibdi mashina. Ishlarni ham ko'rsatamiz. O'ta akkuratli haydagan. Plastmassa holatlariga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, shilinib, qaralib ketmagan. Torpedadagi ko'zalari ham chotki, mattiviy bo'lib turibdi. Elektronik bu tomonlari ham, salonlari pastlari bilan polniy laminatsiyalar qilingan. Land Cruiser Toyota. Shilinadigan joylari ham broni plonkalardan tortilib qo'yilgan ekan. Olgan odam lekin maza qilib haydaydi. Xudo xolasa, aloqaga chiqarasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 59 mingga berib olamiz. 2019-yil. Olgan odam maza qiladi. Xudo xolasa, to'g'risi 150 talik Toyota Prado'lar narxini ham shunaqa qo'yishib yuboryapti. 200 ga zavodskoy qilinmagan. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli narxi beramiz. V6, bu nargi 4.6 motor, bu 4 litrli atmosferli motor. Qiziq tomoni bo'lsa, gazlarigacha bor. Rasxotini o'ylamasanglar ham bo'ladi. Bitta motorlarni eshitib ko'rsatib qo'yamiz buni ham. Xudo xolasa start-stopli. Kasa ancha mehr bergan ekan, polniy mana svetlari bilan yonadi. Bu bo'lsa 360 gradus kameralari. Motorini ochib bitta ko'rsatib qo'yamiz buni ham. Svetlari yonganda bo'lsa, bu ham o'ta go'zal mashina bo'lib ketadi. Ahamiyat berib qo'yasizlar, 4 litrli motor. Gazi ham zo'ridan qilingan. Kapotiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Bitta ham tosh tegan joyi yo'q, bitta ham. Idealniy holatda haydalgan mashina. O'zi kelib ko'rsanglar ham aytadi. Qo'pas to'plarni ham ko'rsatamiz. Ancha seriozniy mashinaning holati. Kattaligi, xudo xolasa, ancha katta. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib beraveramiz bunga. O'chirib qo'yib turaylik. 215 ta bo'pti probeyga. Endi bu probey emas, sostoyani yurish turishi zo'r bo'lsa bo'ladi shu. Kerakli narsasi. Xo'p, yana bittasi bo'lsa, avval 89, hozirgi kunda juda ham trendda bo'lyapti bu mashina ham. Kattaligi pashti bir xil. 212 odamlar olib minishyapti, lekin bu 212 dan ancha yaxshi bo'lsa kerak. Gabariti ham, katta kichikligi ham, tortishi ham. 212 ham sotdik. U unaqa tez emas, bu lekin ancha tez. 2025-yil mashina, polniy 360 gradus kamera, abduf, abagrev. Hamma narsasi bo'ladi, bilasizlar, buni ham yurgizib ko'rsatamiz. Ikki turbo bo'ladi. Abduflari, abagreflari. Bu rejinlari 4 ta balon qo'shadigani, uzadigani.
Rejimlari ham ko'p bo'lsa kerak. Qorli alohida, sport, standart, eko. Rejimi ko'p, mana tog'larda rasmi turibdi. Mashinada ham off-road yo'llarga ko'p chiqilyapti. YouTube'da ham ko'rsanglar bo'ladi, avval 8-9 da. Kattaligi katta haqiqatda 2025-40 ming yurgan, kraskalari toza. Xudo xolasa buni olsanglar, keyingisiga shunaqalaridan qilib beramiz nasib bo'lsa. Narx qulay lekin kattaligiga qaramasdan 212 ni bilsanglar, mana shu eshigi orqasi ancha tog'roq chiqqan. Biz sotdik o'zimiz, ochilishiga ahamiyat berib qo'yasizlar, kengroq. Yurishlari, tortishlari zo'r, polniy panoramik tomlari, tepalarida ham mana bunday reflektorlari chiqqan. Orqa ko'rinishi ham ancha katta. Olgan odam maza qiladi, kattaligiga ahamiyat berib qo'yasizlar, ancha katta, haqiqatan katta. Toyota'larga o'xshab eng qiziq tomoni, eshigi buni ham yonboshga ochiladi. 7 kishilik oilaviga, to'qqa zo'r. Narxini bilasizlar, 50 mingga yaqin chiqadi salondagi narxi zavodskiy samofurlarda. Bunda ham razvedkalar tushadi, tog'larda suplar kerak bo'lsa qaynatib ovqat qilgani ham zo'r. O'zi bunaqa setkalari. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi buni ham 8-9 avvalda bu tomoni ham ochiladi. Bagaji quplanib ochiladi. Tagida bo'lsa zapaskalari, propan ham zo'r tushadi, lekin buni rasxodlari unaqa ko'p emas turboligi uchun. Bahaybat mashina, yurishlari, podveskalari Toyota'ga o'xshab yumshoq ekan. Kelib minib ko'rasizlar, xudo xolasa yoqsa olasizlar. Kattaligiga nisbatan yurishi yumshoq ancha. Toyota'larga o'xshab yumshoq, Lexus ham ancha yumshoq mashina. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa ularni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Uchalasi ham bir-biridan zo'r mashina. Aytib o'tganimizdek, havolda olsanglar, keyingisiga xuddi shunaqa Toyota 200 ga bo'lsa Lexus qilib beramiz. Lexus bilan Toyota'ning ishqibozlari juda ko'p. O'zi asli Lexus sal yil yangiroq bo'lganda, kerak bo'lsa 200 dan ham qimmat bo'lib ketar edi. Lexus bilasizlar, ozgina premiumroq chiqqan. Bu 200 ga zavodskiy aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Narxlari qulay, bemalol solishtirib kelib ko'rib olsanglar bo'laveradi. 150 taliklarda ham aytib o'tganimizdek juda ham qimmat qo'yishib bo'lyapti. Realniy narxda xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib beramiz. Qolgan mashinalardan ham bor, yengil mashinalardan. YouTube'ga bilasizlar, faqat katta-kattalaridan qo'yamiz. Aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi.